Xitoyda nima gaplar? Men 10 kunga Xitoyga borib keldim va Xitoydagi emotsiya, tushuncalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xitoy shunaqa shahar ekanki, hozirgi paytda 22-asrda desak bemalol bo'laveradi. 100 yil oldinga o'tib ketgan barcha sohalarda. Tabiati, yo'llar, umuman olganda texnologiyalar, hammasini ko'rdimki, juda ham oldinga o'tib ketishgan. Bu oldinga o'tib ketish sabablarini qiziqqanimda, ular ko'chirmachi xalq. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz bitta narsani ixtiro qilasiz 10 ta funksiya bilan. Uni ikkinchisi ko'chiradi. Xuddi shunaqa 10 ta funksiyani ko'chiradi, bitta yana ключевой narsa qo'shadi, ya'ni 11 ta funksiya qilib chiqaradi. Xitoy bir-birini shunaqa qilib rivojlantirib olgan ekan. Ya'ni har bitta odam bittadan funksiya qo'shib turib, uni yaxshiroq variantda ko'chirib chiqarganida bir-biridan o'tib ketib, rivojlanish shunaqa darajada kuchayib ketgan ekan. Shuning uchun 100 yillab oldinga o'tib ketgan desa bo'ladi. Bizda bo'ladigan bo'lsa, 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 10 ta qilib xuddi o'sha narsani ko'chiradi, lekin narxini arzon qilib qo'yadi. Shunaqa qilib biz bir-birimizni sindiramiz. Avvalo bir-birini shunaqa qilib rivojlantiradi.